Toshkent viloyati Toshkent tumanida joylashgan rezavor mevalar plantatsiyasidamiz. Bu yerda Aloqa Bank hamda O'zagrostar Holding kompaniyasi hamkorligida tomorqa yer egalari, hokim yordamchilari uchun amaliy seminar tashkil etildi va biz hozir malina yetishtirish bo'yicha Toshkent davlat agrar universiteti o'qituvchisidan maslahatlar olamiz. Assalomu alaykum opa. Assalomu alaykum. Bu malina yetishtirishda nimalarga ahamiyat berish kerak? Yaxshi hosil olish uchun, ko'zlangan natijaga erishish uchun. Avvalambor malina o'simligi haqida biz asosiy tushunchalarga ega bo'lishimiz kerak, chunki rezavor meva o'simliklari o'ziga yarasha injiqliklarga ega. Ular tashqi muhit omillariga bo'lgan talablarini agar biz amalga oshirib, ularga yetarli sharoit yaratib beradigan bo'lsak, ko'ngildagidek hosil olishimiz mumkin. Malina o'simligi rezavor o'simliklari turkumiga kirib, rano guldoshlar oilasiga kiradi. Bu o'simliklar asosan kelib chiqishi o'rmon o't o'simliklari bo'lganligi sababli soya hamda namlikni sevuvchi o'simlik hisoblanadi. Ahamiyat beradigan bo'lsangiz, plantatsiyani ustini 70% 75% to'r setkalar bilan yopilgan. Bu o'simlikni barglari, uni mevalarini oftob urishidan saqlaydi. Nimalar noto'g'ri bu malina yetishtirishda? Aholini bir qancha qo'yadigan kamchiliklari bor. Avvalambor yerni biz o'simlik uchun tayyorlab berishimiz kerak. 1 gektar maydonimizga o'rtacha hisobda 30 tonnadan 60 tongacha mahalliy o'g'it soladigan bo'lsak, yerni sifatini yaxshilab beradi. Shundan keyingina biz o'zimizda rezavor ekinlarimizni ekamiz. Masalan, malina, yejevika, golubika, smorodina, klubnika kabi rezavor ekinlarimizni biz kuzda ekadigan bo'lsak, bahorga kelganda havo isishi bilan ular nima qiladi? Uyg'onishni boshlab, yerga moslashib oladi. Shunaqa qilib o'simliklarimiz asta-sekinlik bilan hosilga kirish jarayonini boshlaydi. Yana bir muhim va ko'pchilikka qiziqarli bo'lgan savolni beraman, ya'ni daromad haqida. 1 gektar maydonda qancha foyda olish mumkin? Misol uchun shu malinani ekish orqali. Gektar hisobida emas, aholini kambag'allikka qarshi kurashish bo'yicha 1 sotix maydon hisobiga keltiraman, chunki aholi o'z maydoni sotiqlar hisobida hisoblanadi. Demak, 1 sotix maydonimiz 10 ga 10 metr kvadrat hisobida oladigan bo'lsak, shunda malinamizni X sxemasi bor. X sxemasi o'rtacha 50 ga 2 qilib ekadigan bo'lsak yoki yana ham osonroq hisoblaydigan bo'lsak 1 ga 2 sxemada ekamiz. 10 metrga 10 ta o'simlik ketadi. 2 metr qator orasini qiladigan bo'lsak 5 qator. Shunda biz 50 dona ko'chatimizni ekish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Endi 50 dona ko'chat ekkanimizdan keyin har bir o'simligimizdan o'rtacha 5 kilo 7 kilo beradi. Biz buni olaylik 6 kilo o'rtacha hisobda. Demak, 50 dona ko'chat o'simligimizdan o'rtacha 60 kilo hosil olsak, 5 kara 6 30 300 kilo siz 1 sotix maydoningizdan hosil olish imkoniyatiga egasiz. Endi 300 kiloni siz soting 30 mingdan. Bozorda o'rtacha 40-45 ming. Siz uni yo'l xarajatlarini, terish xarajatlarini chiqazib tayyorlagan holda 300 kiloni 30 mingdan sotganingizda 1 sotix maydoningizdan 9 million foyda olar ekansiz. Hisob foyda bo'ladi bu xarajatlardan tashqari. Shunaqa desak ham bo'ladi, chunki bozorda 40 ming so'm, biz o'rtacha 30 ming so'm hisoblayapmiz. 10 mingimiz shunda yo'l xarajatlari yoki bo'lmasam terish xarajatlariga biz 10 ming chiqazib tayyorlayapmiz har bitta kilosidan. Rahmat sizga qiziqarli ma'lumotlar uchun va amaliy seminarlar Quyi Chirchiq va Yuqori Chirchiq tumanlarida davom etadi va biz bu haqda ijtimoiy tarmoqlarimizda xabar beramiz.